Real yoki Barsa? Bavariyada men faqat. Real. Real. Mirshakar Fayzullayev yoki Elmurod Haqnazarov? Elmurod Haqnazarov. Keyin agar xohlagan paytingizda izoh berib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz, shart emas, u sizning tanlovingiz. 2017-yil chempion bo'lgan TBT jamoasi yoki keyinroq chempion bo'lgan Yangi yulduzlar jamoasi? TBT jamoasi. Million yoki Bravo? Ikkalasidan bittasini tanlang-da. Million. Cobalt yoki Gentra? Gentra. Bloger qizlarimizdan Xanna yoki Azoda? Blogerlik bo'yicha bo'lsa, Xanna. Nimasi bo'yicha Azoda? Ashulasi bo'yicha, qo'shiqchilik bo'yicha. Xanna ham yaxshi qo'shiq aytadi-ku. Aytaman. Bobur Mansurov jamoasi yoki Mo'min Liv? Mo'min Liv. Nima uchun? Kuchli-da. Nisbatan kuchli solishtiryapsiz. Ya baribir talant jihatdan ham, mehnat jihatdan ham, fundament jihatdan ham Mo'minga kuchli deb bilaman, meni fikrim. Bu bularning fikri. Hozir kuzatuvchilar tag'in masalan deb tajamanglar, o'zlarining fikrini aytyapti.